Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha biz jonli efir orqali Bo'yda tumanida joylashgan Taraqqiyotda xususiy firmasi rahbari Bahromjon Teshaboyevning mulohazalarini, murojaatini e'lon qilgandik va bizni o'sha ozginagina jonli efirimizga Teshaboyev Bahromjon akaning juda ko'p fikrlari, murojaatini asoslantiruvchi mulohazalari ham hujjatlari sig'may qolgandi to'g'risi, chunki agar u kishi bilan biz ko'proq masalani chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, soatlar yetmas ekan. O'shaning bugun ham Bahromjon Teshaboyevni ayrim mulohazalarini sizni e'tiboringizga havola qilamiz. Qonunga xilof ravishda buni biz bitta narsani bilan malakalaymiz. Bu hammasi uyushtirilgan. Eng qizig'i mana sizga bitta narsa aytaman. Dalolatnoma Farg'ona shahar 28.02.25-yilda. Farg'ona shaharda mana shu nazorat o'lchovi qilingan Rakshunot degan nima? Mana bizni o'sha obyektda deyapti, 10 milliardlik obyektda, 10 milliardlik obyektda, 10 milliard, 11 milliardlik obyektda deyapti. Sizlarning korxonalaring bajargan deyapti, qismi deyapti 5 milliard 469. Lekin undan qo'shimcha har imdod servis tashkilotining qo'shimcha 540 millionlik puli bor deyapti, mana deylik. Mana shu 11 milliardlik obyekt deylik. Shuni endi qismini qaysi biz bajargan korxonada sen deyapti 6 milliard 9 millionlik bajarding deyapti. Qolgan qismini deyapti. Qolgan qismini boshqa korxona bajargan deyapti. Ya'ni bu yerda bajargan. Biz bajarganligimiz to'g'risida 6 milliard 52 million elektron shot faktura jo'natganmiz Muhammad Fayzga. Hozir Farg'ona viloyat sudi, shahar sudi, Farg'ona viloyat jinoyat sudida bo'layotgan holatda 11 milliardlik narsani 4 milliardini bajarmading deyapti. Biz subchik bo'lsak, subpadrat degani u 4-odammiz. Bu 10 milliardlik ishida biz 6 milliardlik bajardik, xolos, qolgan qismini boshqalar bajargan deb turib, biz Far imdod servis laboratoriya sinov bayonnomasiga asosan sud qaror chiqarib beryapti 6 milliard 900. Ya'ni biz hozir malakalab ikkita xodimimni 228 qilib soxtalashtirgansan deb. Qanaqasiga soxtalashtiradi? Vaholanki hali tanga olganimiz yo'q-ku. Marg'ilon sud shu ekspert xulosasiga qaror chiqargan. Har bir bajarilgan ishga taqqoslov qilinib, o'sha ishdan so'ng sertifikatlari loyihaga muvofiqligini ko'rib, o'sha obyektga SHNQ shaharsozlik norma qoidalariga asosan bajarilganligini bergan. Agar buni bajarilmasa bitta etap ikkinchi ish jarayoniga o'tilmaydi. Bartaraf etiladi, keyin o'tiladi. Har birini olib yurganman. Bilardim shu narsa bo'lishligini, lekin bilmasam ham bilsam ham bu narsani biz qilib yuramiz. Sabab biz bu sohada ishlaganmiz. Eng qizig'i qarorda mana nimaga Muhammad Fayz yo'q desangiz, tekshiruvchi aytayaptiki, mana Rakshunot ekspert korxonasi. Bu obyekt uchun Muhammad Fayzni Farg'ona tuman dirsu bilan shartnomasi yo'q ekan deyapti. Ya'ni bu aktga kirgizolmayman, uni akti yo'q deyapti. Sen bilan bor deyapti. Sen bilan kelsang qilgizmayapti. Shuning uchun mana Far imdod servis MCH laboratoriya boshlig'i ham qo'l qo'yib bergan. Haqiqatda taraqqiyot shu 12751 kvadratda ish bajargan deyapti. Demoqchimanki, hozirgi kunda bu yerda aldashdan boshqa ish yo'q. Bunga buni men tuhmat qila olmayman, lekin bitta Farg'ona viloyat hokimimizga aytganimda, Ravshanbek hoji bu korxona ishlamagan degan gapiga tayanib qoldi. Tayanganligidan so'ng men bu xulosaga o'zim keldimki, ya'ni u nima qabuliga kirganmi yo boshqa joyda ko'rishganmi, Xudo biladi. Lekin qanday qilib u Ravshanbek hoji yerda ishlamagan-ku, Ravshanbek hoji buni bajarmagan deydi. U obyektni bir qadam ham bosmagan, kiruvdan o'tdik. Eng qizig'i 1 milliardga yaqin soliqni to'lab hisobot berdi. Buxgalterimga, ijrochi rahbarlarimga kattakon rahmat deyman. O'zimga ham so'raganda отчетni beringlar. Отчеtsiz bo'lmaydi. Hamma shartnomasini qilib berdik. Mediator kelishuvni ham qilib berdik. Boshqa tekshiruvlarni ham tan oldik. Uni sudga bordi. Qo'qon iqtisodiy sud ham o'sha asfalt zavod Safiy Fergana gazdan asfalt olgansan degan. Qolgan betonini, hammasini
o'sha mediativ kelishuvga tikib shartnomani qilib qachonki pul o'tirsa deyapti. Hali beri bu korxonaga pul tushmaydi. Sababi bitta. Muhammad Fayz bilan Lot S3 obyektida shu Farg'ona tuman Dursunning shartnomasi yo'q. Lekin bu yerda bitta narsa sxematik nayranglari bor. Bu men moliyatchi bo'lganman, o'zim yo'l sohasida shunaqangi bir betamizli holatlar bo'lgani uchun men sohadan chiqib ketganman. Holat qarangda, Muhammad Fayzi ish yurituvchisi Turg'unov, bunda ham ish yurituvchisi. Bu nimani belgilaydi desangiz, bitta mix emas yoki 10 kilo mix emas, bitta asfaltlar bor. Bitonlar, bitum kirim chiqim degan narsa bor. Ya'ni bu hozir o'zini hisobotiga kirimni qanday qilgan, chiqimni qanday qilgan, men turibdi-ku. Buni hech biri davlat bir prokuraturami, sud mana shularni inobatga oldimi? Sud buni inobatga olib, bizni qismimizni bunga nisbatan Farg'ona iqtisodiy shunga chiqargan o'zi. Farg'ona tuman Dursu bilan Muhammad Fayzi o'rtasiga xususiy ajrim chiqargan. Bizga nisbatan chiqarmagan uni aslida. Lekin bizni qo'rqitish maqsadami yo yiqitish maqsadami tazyiqlar bo'ldi. Teng yarmini qilsang pulingni to'lab beraman hozir degan tazyiqlar bo'lgan ko'cha-ko'yda. Endi u narsa menga o'zim gardanimga olaman, men 1 so'mini qilmayman. Bundan tashqari bizni 2 milliard pulimiz bor hali tashqarida. Bu obyektda boshqa obyektda spes texnikalarimiz ishlagan, texnikalarimiz bor. Hali bu hal bo'lgandan so'ng buni oxirigacha yetkazamiz biz. Buni elektron ravishda hisobotiga tikib berganmiz. Lekin rad etib qaytarib yuborgan. Lekin uni isbotini qilganmiz. Demoqchimanki, shu bo'yicha epizod bo'yicha ko'rganda hamma yoq ayon bo'lardi. O'zbekiston konstitutsiyasida hamma narsa bitilgan, haq-huquqlarimiz bor. Qonun talablari bor. Bu narsa qonun ustuvor bo'lish uchun amalda ishlash kerak. Ishlash uchun biz murojaat etyapmiz. Yana bir karra. Buni to'xtamaymiz ham. Shuning uchun muhtaram prezidentga biz Shavkat Miromonovich, президент администрации Саида Шавкатовна, я очень вас прошу, здесь есть схема, такие формы действий у должностных некоторых чинов, которые прикрывают и крышуют. Это я вам отвечаю. Потому что я учился, и я все понимаю в ревизии, во всем. Я для благополучия Узбекистана я стараюсь. Sizdan iltimos, buni bir o'zingiz bir nazoratga oling.